assalomu alaykum. Nima bo'lyapti? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Hoji akam, salomatmisiz? Men Sheyx Aljon qori Toshkentdan. Assalomu alaykum. O'zbekiston musulmonlari idorasi Qur'on va tajvid bo'limidan qilyapman. Hozir shu turishda ishda o'tiribmiz. Sizni hoji akam avvalambor Ramazoningiz bilan qutlaymiz va bu farzandingiz qanday bir oliyjanob farzand ekan. Alloh hammamizga shunday farzandlarni nasibi ro'za aylasin. Bugunlik bu Qur'on nozil bo'lgan kunlar, tunlar, barakatli kunlarda bu o'g'limiz maşallah farzandingiz Qur'onni hofizi, homili bo'lib, sizga endi tojlarni muborak bo'lsin deymiz. Muborak bo'lsin tojlar. Maşallah bu o'g'lingiz Qur'onda hofizi bo'libdi-ku, homili bo'libdi. Bizdan hozir duo so'rab, dadamga shu xabarni siz bersangiz deyapti. Maşallah. Onalariga ham muborak bo'lsin, sizlarga muborak bo'lsin. Ilohim hamma farzandingizdan mana shuni ahli Qur'on bo'lsinlar. Boshlaringizga izzat, viqor tojini kiydiradigan ahlullohlar bo'lsinlar. Biz juda ham xursand bo'ldik. Bizni taklif qildik. Bizni idoramizga keling, uyimizga, xonadonimizga keling. Kitoblarimiz bor, sovg'alarimiz bor dedik. Juda xursand qildilar bizni. Muborak bo'lsin sizga. Maşallah, muborak bo'lsin. Voy, maşallah. Ramazon kunlari ya, qanday baxtli otasiz, qanday baxtli ota-onalar sizlar. Allohim o'sha har bir umid qilib yurgan ota-onalarga mana shunaqa baxtni nasib qilsin. Amin. Maşallah. Hozir ko'p yigitlar ota-onani xursand qilib, ota-onalarini umraga yuboryapti, hajga yuboryapti, ammo bu ming umradan 100 hajdan afzaldir bu. Bu Qur'on minglagan hajdan afzaldir. Chunki bu dunyo oxirat saodatidir va bunga toj va'da qilingan. O'sha tojlaringizni Alloh muborak aylagan bo'lsin. Onalarni ham tabriklang. Juda boshimiz osmonga yetdi. Maşallah. Maşallah. Hozir biz asr namozidan chiqib kelyapti, telefonimga qarasam, o'zi telefonim bezuk bo'lardi, ovozsiz bo'lardi. Qarasam biri qilyapti. Qarasam bu qorjonimiz ekan. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bir Toshkentga keling inshaalloh. Sizni ko'rgim bor. Sizni bir yaxshi ko'rib qoldim. Bir keling. Sizga ham bir kitoblardan sovg'alarimiz bor inshaalloh. Bir xursand bo'lamiz. Xizmatlaringizni qilaylik, rahmat. Maşallah, xursand bo'ldim. O'zi qayerdan sizlar? Qo'qondanmi? Ha, Dang'aradan Qo'qonga keldim. Dang'ara, yaxshi yigitlar u yerda, solihlar ko'p-da. Hammani tabriklang. Bugun jar solib butun olamga ayting, xursand bo'ling. Tarovehga borgan, xatmga borgan joyingizga meni shayx hazratlari o'zlari qutladilar, tabrikladilar deya butun hammaga jar solib bir to'y hashamat qiling. To'y hashamat qiling. Butun haliga nima deydi, imkoningiz bo'lsa do'stlarni chaqirib bir iftorlar bering, aka-ukalarga, qavm qarindosh, qish aqrabolarga hammasiga telefon qilib chiqing. Aytingki men cheksiz baxt